Bir futbolchi butun bir mamlakatdagi muxlislik xaritasini o'zgartira oladimi? Bugun biz aynan shunday holat haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bugun Manchester City va O'zbekiston futboli kesishgan juda qiziq voqea haqida gaplashamiz. Agar siz ham Abduqodir Husanovni qo'llab-quvvatlasangiz, hozirroq videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Abduqodir Husanov Manchester City'ning yanvar oyidagi eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu yangilik Angliyadan ko'ra O'zbekistonda kuchliroq aks sado berdi. Chunki bu sovrin faqat individual yutuq emas, balki butun bir futbol madaniyatiga ta'sir qilayotgan hodisaga aylandi. Ayniqsa Toshkentdagi rasmiy muxlislar klubi Tashkent Citizens uchun bu voqea alohida ahamiyat kasb etdi. 2023-yilda tashkil etilgan ushbu klub bugun poytaxtda Manchester City'ni muntazam qo'llab-quvvatlaydigan 20 dan ortiq faol muxlislarni birlashtirib kelmoqda. Ular Etihad stadionidan minglab kilometr uzoqda bo'lsa-da, klub bilan bog'liqlik tobora kuchayib bormoqda. Muxlislar klubi raisi Mirazim Zokirov Manchester City'ni 2015-16-yilgi mavsumdan beri qo'llab-quvvatlaydi. O'sha paytda O'zbekistonda ko'pchilik Barselona yoki Real Madridni tanlagan bir paytda u boshqacha yo'lni tanlagan. Kamroq mashhur, lekin kelajagi porloq jamoaga ishonch bildirgan. Bu ishonch 2015-oktyabrda Sergio Aguero'ning Newcastle'ga qarshi o'yinida qisqa vaqt ichida 5 ta gol urgan kechada yanada mustahkamlangan. Shu ishonch yillar davomida mustahkamlanib, oxir-oqibat rasmiy muxlislar klubining tashkil topishiga olib keldi. Bugun Tashkent Citizens imkon qadar o'yinlar vaqtida yig'ilib, jamoani birga qo'llab-quvvatlaydi. Abduqodir Husanovning Manchester City'ga kelishi esa bu jarayonga yangi turtki berdi. Uning sovuqqonligi, maydondagi intizomi va barqaror o'yini ko'plab o'zbekistonlik muxlislarning e'tiborini aynan shu klubga qaratdi. Avval Manchester City'ni faqat natijalar orqali bilganlar, endi jamoani shaxsiy qiziqish bilan kuzata boshlashdi. Buni uzoq yillik muxlis Aziz Mirza Umedov ham tasdiqlaydi. U 2012-yildagi afsonaviy 93 bilan 20 lahzasidan beri City muxlisi. Shu bilan birga u bunyodkorni ham qo'llab-quvvatlaydi. Aynan Husanov bu ikki dunyoni bog'lab turgan futbolchiga aylandi. Mahalliy futbol va Yevropa grandi orasidagi ko'prik sifatida. Yana bir muxlis Akmal Mirzoyev Manchester City'ni 2016-yilda Kevin De Bruyne orqali kashf etdi. U hali Etihad stadioniga bormagan, lekin har bir o'yinni imkon qadar tomosha qiladi. Uning aytishicha, vatandosh futbolchining City libosida maydonga tushishi bu bog'liqlikni yanada kuchaytirgan. Bugun Tashkent Citizens oddiy muxlislar yig'ini emas, bu Manchester City'ning global miqyosda qanday kengayib borayotganining aniq namunasi. Abduqodir Husanovning oy futbolchisi bo'lishi esa bu aloqani yanada mustahkamladi. Savol shundaki, Husanov Manchester City bilan O'zbekistonda yangi muxlislik davrini boshlab bera oldimi?